O'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga nisbatan soliqning oshirilgan stavkalarini qo'llash tartibi qonunchilikda avvaldan nazarda tutilgan. 2008-2020 yillarda amal qilgan soliq kodeksining 121-moddasida. Biroq yer hisobi yuritishning eskirgan metodikasi va kadastr ma'lumotlarining to'liq emasligi sababli mazkur norma amalda to'liq qo'llanilmagan. Oxirgi yillarda amalga oshirilayotgan islohotlar doirasida yer hisobi raqamlashtirildi. Yer uchastkalari to'g'risidagi ma'lumotlar aniqlashtirilib, tizimlashtirildi. Ma'lumot o'rnida respublikada 3 milliondan ortiq huquqiy maqomi belgilanmagan yer uchastkalari mavjudligi aniqlandi. Natijada soliq solish amaldagi qonunchilikka muvofiq amalga oshirilmoqda. Jumladan huquqiy hujjatlar mavjud bo'lmagan yer uchastkalari bo'yicha ham. Bu esa ayrim fuqarolar uchun soliq yuki oshishiga olib keldi. Shuni alohida ta'kidlash lozim.